Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Nariyadan qo'shib ko'ring. Bugun minib ko'radi. Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga DKS 504 S modelimiz chiqib ketyapti. Hasanboy aka o'zlari mana xarid qildilar. Aka, tabriklaymiz. Mana bu kam bo'lsa ham bizdan sizga sovg'amiz. Akamiz mikro leasing firmasi orqali, ya'ni 30%ni boshlang'ich to'lov 30%ni to'lab, qolganini yurgizvoringda 3 yilga bo'lib to'lashga. Xudo xolisa aka 1 yilda olib boraman deyapti. Kamoliddin akam Hasan aka bilan birga kelibdilar. Hasan akaga shu aka taklif qildi bizani traktorlarni. Aka, bu nechinchi traktor olishingiz? Oldin ham olgan ekansiz. Oldin olganman, 2024da olganman. Minib yuribmiz, yaxshi, hamma yo'g'i zo'r chiqyapti. Mana yaxshilik uchun yana kelib olib 24da qaysi modelni olgansiz aka? SF olganman. Ha, SF 504 mi ham? 404. Ha, 404. 404. Ha, SF 404 xarid qilganlar 24-yil, mana 25-yil DKS 504 olib ketishyapti. Xudo xolisa 26-yil endi Xudo xolisa yana 704, 904 bo'lib ketaveradi aka. Yaxshi narsa, muhim, olinglarni tavsiya qilamiz. Ishonchli. Farg'onada bilasizlar, zapchasi ko'p, boshqa Zapchaslar ham yo'q, yetarli. Narsa kamchilik ko'rmaydi. Doimiy klientlarimiz. Xudo xolisa. Sog' bo'ling aka, tabriklaymiz yana bir bor. Tavsiya qilamiz, olinglar. Kimga shunaqa traktorlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Jamshid Chimgan har doim aloqada. Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolati.